Falastin. Agar o'lishim lozim bo'lsa. Nadejda Kevorkova. Uchrashuvning qurib qolgan ramzi. Xevronning narigi chekkasida muqaddas uchlik Rus Pravoslav monastiri yashillikka burkanib yotibdi. Darvoza qulflangan, falastinlik qo'riqchi esa darvozaga yaqinlashib, signal berganimizni sezmaganlikka oladi. Nihoyat u kelib, hech kimni o'tkaza olmasligini, chunki tez orada Isroil armiyasi kelishini aytadi. Ketadi, lekin ko'p o'tmay yana qaytib kelib, darvozani ochadi va ziyoratni tezroq tugatib chiqishimizni so'raymiz. Taxminan 1 kilometr uzunlikdagi yo'l daraxtzor orqali monastirga olib boradi. Moskvadan kelgan bir guruh rus ziyoratchilari ruhoniy boshchiligida ibodatxonada ibodat qilishmoqda. Yosh ruhoniy Dmitriy bu yerda 3 yildan beri xizmat qiladi. O'zi asli Sochidan. Ziyoratga kelgan ruhoniy bilan birgalikda ohista kanon o'qiydi. Ruhoniy Avramiy cherkov rastasidagi ishlar bilan band. U bu yerga oldin 1993-yilda ham tashrif buyurgan. Keyinchalik 1996-yilda monastir xorijiy Pravoslav cherkovidan Rus cherkovi yurisdiksiyasiga o'tganidan keyin qaytib kelgan. 1997 va 2000-yillarda marhum patriarx Aleksey II monastirga kelganligini eslaydi. Muqaddas zamindagi pravoslavlarga ham qiyin ekan. Ruhoniylik vizasini 1,5 yil kutish kerak. Uni olish juda qiyin, ammo u bilan butun mamlakat bo'ylab sayohat qilish mumkin, deydi Avramiy. Bizni aholi punktiga qo'yishmaydi. Sinagogada yurganimizga tupurishadi. Qariyalar oyog'imiz ostiga tupurib, tikilib qarab turishadi. Bizning tabassum qilganimiz ularga alam qiladi. Yoshlar esa yuzimizga tupuradi, deydi u. Ibrohim masjidida ko'p marta bo'lgan va u ikkiga bo'linmasidan oldin ham o'sha yerda ibodat qilgan. Ikkiga bo'lingandan keyin ham borgan. Falastinliklar bilan bog'liq muammolarni eslamaydi. Avvallari masjidda to'siqlar yo'q edi. Hamma joyda ibodat qilish, cho'qinish ham mumkin edi. Musulmonlarga tegishli qismida odamlar hozir ham xushmuomala va mehribon, deydi Avramiy. Biz monastirda musulmonlar orasida yashaymiz. Bu yerda, ya'ni shaharning biz yashayotgan qismida yahudiylar va nasroniylar yo'q, deb tushuntiradi xizmatchi. Uning hikoya qilishicha, pastda patriarxning qabrlari joylashgan g'orlarda ko'p asrlardan beri hech kim bo'lmagan. G'orlar 1470-yilda yopilgan, ammo quduqlarga pul va xatlar tashlanadi. U yerda pul ham, xatlar ham yo'q. Demak, ularni kimdir yig'ishtirib olyapti, deb qiladi u. Uning tushuntirishicha, monastir hududida rivoyatlarga ko'ra Ibrohim 3 ta yo'lovchini qabul qilgan. O'sha Mamvriy eman daraxti o'sgan. Yahudiylar eman daraxti yoniga ibodat qilgani kelishadi. Daraxtning o'ziga yaqinlashishga ruxsat berilganda postlogiga qog'oz chiqishadi. Bu qandaydir yangi butparastlik yig'i devori kabi, deb hisoblaydi Avramiy. Eman 1996-yilda qurib qolgan. 1997-yilda esa Falastin avtonomiyasi hukumati Eman bog' va monastir joylashgan butun hududni chet eldagi Rus Pravoslav cherkovidan Moskvadagi patriarxiga o'tkazdi. Kuchli daraxt, uni yoqib yuborsangiz ham baribir undan yangi nihollar o'sib chiqaveradi, deydi ruhoniy. Mamvriy emanni tomon boraman. Balkim mening ko'zlarim mo'jizani ko'rishga noloyiqmi, bilmadim, lekin yangi nihollar yo'q. Ibrohimning 3 farishta bilan uchrashuvi ramzi bo'lib qolgan degan fikrdan qutulish qiyin bo'ldi. Daraxt panjara bilan o'ralgan, yong'oq solingan savatlar turibdi. Esdalik uchun olish mumkin. Eman daraxtining o'zi ko'pdan beri hosil bermay qo'ygan, ammo nariroqda yosh emanlar o'sadi. Sayyohlar va ziyoratchilar uchun shu emanlardan yong'oq terib olinadi. Sirena va tormozlarning chinqirig'i bilan Isroil harbiy mashinalari eman daraxtiga yaqinlashib, yo'lni to'sib, aylana bo'ylab saf tortadi. Askarlar va ofitserlar eman daraxti fonida suratga tushishadi.
kulishadi, ratsiya orqali gaplashishadi. Ulardan qaysi biri ruscha gapiradi degan savol bilan boraman. Rus tilini biladiganlarni chaqirishadi. Askar Dima oq sariqdan kelgan, o'zini yahudiy deb hisoblamaydi. SSSR parchalanganidan keyin oilasi bilan repatriya qilingan. Uning onasi nasroniy bo'lib yashash uchun Ispaniyaga ketgan, o'zi esa otasi bilan qolgan. Ular Xevron yaqinida yashashadi. U shu yerda xizmat qiladi. Biz bu yerda shunchaki ekskursiya qilib yuribmiz. Xizmatdoshlarim orasida dindorlari yo'q deydi deyman. Bu hech qachon tugamaydi. Bu mojaroning boshlanganiga 2000 yil bo'ldi. Hamma muammo ko'chkinlardan. Ular juda mutaassib xalq. Armiya ko'chkinlarni, jumladan Xevronni himoya qilishini u siyosat deb biladi. Siyosat haqida gapirishdan nima foyda qiladi deyman. Mashinada mening falastinlik qizlarim kelishadi. Armiya askarlari ularni o'tkazib yuborish uchun orqaga chekinadilar. Bilmadim, agar Rossiyadan kelgan jurnalistlar bo'lmaganida ular yo'l berisharmidi yoki ularni o'ldirisharmidi? Biz monastir panjarasidan tashqariga chiqamiz. Devor yonida esa bir to'da falastinlik bolachalar Isroil askarlariga otish uchun tosh g'amlab olishgandi.